Assalomu alaykum. Kolxozobod yangi turmushda e'lon katta olishning hal bundan olish hech joyda o'tgan yo'q, bo'lgan yo'q, bo'lmaydi ham. Mana ko'ryapsizlar. Faqat 200 somonlik pul. 20 ming somon, 100 ta 200 somonlik. Bunisiga kelsak 100 ta 100 somonlik. 30 ming somon. Bu yerda 50 ta 200 somonlik. Mana qarangizlar. 40 ming somon bu yerda pul. Buna 50 ming somon pul. Plus buna ustiga ko'ryapsizmi? Bu taycha ham bor. Xullas, mana shu yerda yangi turmush, Kolxozobod yangi turmush 12-brigadda mana shu stadionda olish bo'ladi. Olishning kattasi. Shu videoni maksimal darajada pol tarqatingizlar. Kimdir gruppalarga, misol Serenda Aziya bo'yicha olishlarning zo'rining biri shu yerda bo'ladi. Inshaalloh buni poliyani bir ko'rsatamiz. Mana shu poliya bundan tashqari malik bir mushak qapcha desangiz ham bo'ladi, mushak desak ham bo'ladi. Yana konvert pullar bor. Faqat keling, palvonlaring zo'r-zo'rlari keladi bu yerga. Inshaalloh endi palvonlarni aytaversak, haligi devdeymi, mana ondan ham kattalar, xullas palvonning zo'rlari bor. Mana shu poliyada polni podgotovka bo'layapti. Bugun nasib qilsa, bitdan keyin nazarda syomka qilyapman. Ana shu yerda bo'ladi. Endi taychoq deganga, taychoq emas u, endi puldan endi taychoq deb endi sizlar toza taychoq o'tib ketmangizlar. Mana shu yerdan aytyapman. Yana bir marta aytaman. Mana ko'ryapsizlar, faqat 200 somonlik 100 ta shu yerning o'zida 50 ming somon pul bor. Undan tashqari yana konvertlar, bir mushak konvert pullar bor. Bundan tashqari tolka keling, olishing katta mayda farqi yo'q. Mana shu poliyamizga kelayotgan bo'lsak, poliyada bu yerda nasib men ham olishim mumkin, o'zim tengini topsam, men ham olishaman. Blogerlar ko'p-ku. Blogerlar mahallasida olishaman inshaalloh. Mana shu tog'dan turib, chunki bu yerdan tomosha qilayotgan joy juda zo'r. Mana Adirdan turib tomosha qilasizlar. Bu taraf o'ng tarafdan, qishloqdan kelganingizda bu yoq chap taraf bo'ladi, bu yoq o'ng taraf bo'ladi. Mana shu ikki tarafdan asosiy ko'rinayotgan joylardan endi maqsadki zo'r ko'rinadi. Tomoshabinlarga mana ikki tarafda qarasangiz bu yerda suvlar turadi, kimdir suv ichadi, kimdir misol ovqat ham tashkil qiladi. Bu yerda faqat sizlar kelib olishasiz. Uring обязательно konvert, lekin hisobi yo'q. Aytyapman-ku, Serenda Aziyada zo'rlardan bittasi mana shu yerda yangi turmush kolxozida bo'ladi. Inshaalloh. Ko'rishga juda yaxshi. Bu tarafi, chap tarafga kelsak, bu taraf ham juda yaxshi. Odamlarga, tomoshabinlarga udobnodan maqsad. Endi bu pullarga kelayotgan bo'lsak, bir mushak konvert pullar bor. Biz 21-asrda yashayapmiz. Nimaga deganda mayda mol, mashin, pashin asosi puldan. Siz pulni oling, keting, olishing. Palvonlarga kelayotgan bo'lsak, zo'r-zo'r palvonlar bor, keladi. Haligida nima deydi? Devdeymi, bu palvonlar keladi. Faqat keling, olishing. Endi bu taychoqqa kelayotgan bo'lsak, endi taychoq shunday gap. Bu taychoq qo'yilmaydi-yu, asosi puldan. Mana bir mushak pul bor. Konvert aytmoqchimanki, konvert juda ko'p. Bu yerda quri 50 ming somon quri bir yerda. Hali u mushakni pakovka qandarda seli turibdi. Olishga marhamat qilib qolamiz, taklif qilamiz. Gruppalarga tarqatib qo'ying. Qancha gruppalar bor? Telegram, WhatsApp. Mana shu olishayotgan joyda men ham nasib qilsa olishaman degan niyatim bor. Endi o'zim tengmada, endi palvonlarga bo'lmasa ham Serenda o'zimga teng topib nasib qilsa olishamiz. Shu yerda yosh bolalardan tortib kattalargacha bez ограничение yosh. Keling, olishing. Serenda Aziya bo'yicha endi olishlarning zo'ridan biri shu yerda bo'ladi. Eng zo'rlardan biri mana shu yerda bo'ladi. Bu yer chunki asosiy yangi turmush. Bu yer yangi turmushga qaraydi bu poliyalar. Yangi turmush ham ha deganda o'nchamchi emas, chunki o'zimning kolxozim. Shuning uchun aytayapmanki, yangi turmush deyapman. Tarqatib qo'ying shu videoni gruppalarga. O'zbekistondan ham, Qirg'izistondan ham marhamat qilib qolamiz. Qozog'istondan ham kelsa, biz shu narsaga zamiz. Keling, tarqating O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston gruppalarga, oyoqlardan ham palvonlar kelsin. Maqsad bu yerda olishib, kurashib, o'z kuchini sinab ko'rish. Mana bu yoq qishloq, bu yoqni ham bir ko'rsatib beraylik. Bu yoq hozir quyoshga chiqar taraf, haligi batayotgan taraf, mana bu taraf qishloq, mana shu qishloq tarafdan shahardan kelsangiz, endi aytmoqchiman, yangi turmush boshlandi. 15-brigaddan chap qo'lga Kres ko'chadan asfaltdan to'g'ri balandga chiqib kelasiz.
Chiqib kelgandan keyin adresni bilasiz, shu yerda tog'ning orasida bo'ladi. So'rashtirsangizlar yana aytadi batafsil. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'ling.